Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan taqdirlangan yulduzlarni sizlarga namoyish etamiz. Bu haqida Hordiq.uz matbuot nashri xabar bergan. O'zbek Navo xonandalarini taqdirladi. O'zbek Navo estrada birlashmasi ijodkorlarning 2016-yil faoliyatini taqdirlash marosimini o'tkazdi. Mazkur tadbirda 2016-yil davomida madaniyat va san'at sohasidagi munosib xizmatlari, davlat va jamoat tadbirlarida ishtiroki, aholining keng qatlami o'rtasidagi madaniy-ma'naviy targ'ibot ishlarida faolligini rag'batlantirish maqsadida tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan joylardagi ta'lim muassasalarida madaniyat va san'at namoyandalari tomonidan biz buyuk yurt farzandlarimiz hamda kim edigu kim bo'ldik, ertaga qanday yuksak marralarni egallashimiz kerak mazmunidagi targ'ibot tadbirlari O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligi bayrami tantanalarida joylarda uyushtirilgan konsertlarda ishtirok etgan ijodkorlar va barcha xonandalarni mehnati e'tirof etildi. O'zbekiston estrada birlashmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotga qaraganda 100 dan ortiq xonandalar esdalik sovg'alari hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlangan. Taqdirlangan xonandalar orasida Shahzoda, Munisa Rizayeva, Shohruxxon, Umidaxon, Davron Ergashev, Oybek va Nigora, Manzura, Ummon guruhi, Jahongir Poziljonov, Lola, Abdulla Qurbonov va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Estrada ijodkorlarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash kelgusida yuzlab yuqori saviyadagi yangi qo'shiqlar paydo bo'lishiga va ular uzoq yillar mobaynida xalqimiz ruhiyatiga quvvat berib, yangrashiga xizmat qiladi. Ushbu fotosuratlarni sizlarga ham taqdim etamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.